Jinsiy aloqa qilish mumkin emas tuqqan ayol kishi bilan 40 kungacha meditsinada ham, dinda ham sabablari ko'p. Birinchi sababi homiladorlik vaqtida bachadonning razmeri 10 barobarga kattalashadi. Tuqqandan keyin 40 kun ichida o'sha razmeri bachadonning asta-asta o'zining razmeriga keladi, o'zining razmerini oladi. Keyin 40 kungacha agar infeksiyasi bo'lsa, biroq qon qolib ketgan bo'lsa organizmda o'sha bachadonning ichida yoki misol biron infeksiya, shamollashlar bo'lsa, 40 kunning ichida davolab olsa bo'ladi, asta-asta organizmdan chiqib ketadi. Keyin misol birinchi farzandi bo'lsa, yirtilib ketishi ham mumkin. O'sha tug'ayotgan vaqtida o'sha tikib qo'yadi, o'sha joylarni 40 kunning ichida o'sha tikkan joylari yaxshi o'zining joyiga keladi. O'shandan keyin ham ehtiyot qilib jinsiy aloqa qilish kerak. Agar birinchi farzandi bo'lsa, mana shu videoni maksimal podelitsiya qilinglar, chunki yosh bolalar misol uylanyapti, mana shu narsani bilmaydi, shafqati baland bo'lib, o'sha 40 kun o'tmasdan qo'shilib qo'yapti. O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Rahmat, sog' bo'ling.